Assalomu alaykum dehqon akalar, yaxshimisizlar? Bugun mana 4-may 2026-yil 4-may sanasi. Bugun mana terimlarimiz bo'lyapti, opalarimiz terishyapti ondan yoqda. Hosillarimiz avvalgidek endi yirik emas, ancha terim qildik. 4 tonna oshiq terim bo'ldi bu yil. Uni hozirgi holatdaymiz mana. Mana hosillar holati. Lekin hosillar bor, ancha ko'p hosillar. Bu yerda bir aytmoqchi bo'lingan narsa, men endi o'zim bu yil ekib, mana shu tashqari tajribadan kelib chiqib aytishim mumkin. Menimcha bir qatorlik ekkan afzalroq ekan. Yoki ikki qatorlik ekadigan bo'lsa, mana bu chaylatmasdan kechroq eksa, sentyabr oxirlarida eksa, chaylamas ekan, ertaroq pishar ekan. Chaylamaganda hisobiga. Chaylatadigan bo'lsangiz, avgust boshida ekadigan bo'lsangiz, hosil ko'p solar ekan. Faqat uning uchun bir qatorli ekkan ma'qul. Chunki ikki qatorlikda mana ko'ryapsizlar, bir-biriga xalaqit qilib, mana bir-birini orasiga tashlab, mana barglar orasida qolib ketib, mana. Endi sal pushtiroq bo'lib pishib, dimlab qo'yapti o'zini-o'zi. Barg orasida dimlari mana chirib qolish ko'p bo'lar ekan. Mana bu tursa, mana soya bo'lib turadigan bo'lsa, tashqariga chiqib. Bunda chirish kamroq bo'lar ekan. Mana bunda barg dimlab qo'yib, ancha o'ziga ziyon qilib bor ekan. Chunki endi bu yil Xudo nasib qilsa, kuzga 90 ga bir qator ekanmiz, orasini 20 santimetrdan qilib Xudo xolasa. Bitta uyga kerak bo'lsa, ikkitadan ko'chat ekishimiz ham mumkin, qalinroq qilib turib. Sababi bir qatorlikda qancha chaylasa ham ziyon yo'q. Mana hosillar ko'p hali. Lekin pushtiroq bo'lib qozarib qolyapti. Barg hosil ko'pligidan hali bir-birini ustiga yotgan, keyin mana kechqurun jala yog'di. Barglar yotgan. Oftobda to'sib qo'yapti. Manunda mana sira ekilganimizda mana hosil tashqariga chiqib, qon qizil bo'lyapti-da. Mana bu tarafda o'sha Stakan ko'chat tomonimizda qon qizillik bo'lmayapti. Shuning uchun mana ko'rinib turgan bo'lsa ham kerak mana. Bu yerda mana tagida hosil bor. Mana bu hosil mana chiqib turibdi bu yoqqa mana. Mana ancha nisbatan mana qon qizildi va orasiz barg orasida bo'lsa ham o'tyapti. Mana farqini ko'ryapsizlar, mana bu yerda qon qizil emas, mana hosil uzilib ketdi. Mana. Mana ko'ryapsizlarmi? Mana bu qon qizil mana. Mana bu qon qizil emas. Lekin bu turgan joyda irib qolyapti. Mana shu holatda mash pishib bo'lgan endi mana. Mana aytgan ham irib ham qolibdi mana. Ko'ryapti. Ko'rdinglarmi? Shuning uchun unda ham qattiq bo'lar ekan, quyosh shabadada tursa. Shuning uchun maslahat. Endi kimga qanaqa, bizning tajribamizdan o'tgani shu bo'ldi. Keyin yana bitta narsa. Birato'la aytib ketaveray. Imkon qadar hosillar pishganda, mana kecha jala yoqqanda mana kilonka qilsak ham mana ustini ko'ryapsizlarmi? Layqa bo'lib turibdi ba'zan. Endi bargi ko'p bo'lsa to'g'ri, to'sib qolar ekan layqani. Hosil pishganda, qishda emas, buni aprel oylarining boshlarida arg'ichga yo agrospam solish kerak ekan. Yoki somon solib qo'ysa, layqani ushlab qolar ekan. Yerga suv tushgan bilan qayta sachrashini to'sib qolar ekan. Ham terimchilarga ham oyog'iga yaxshi loy bo'lmaydi. Mart, aprel oylarining boshlarida somon solib qo'yilsa, to'g'ri ko'chatingizga xalaqit qilishi mumkin. Ko'chatni endi kesib olib qilaman deganlarga bo'laveradi. Yoki agrospam solsangiz ham bo'laveradi. Agrospam ham yaxshi ekan. Shu bugunchalik ma'lumotlarimiz shu. Xudo xolasa bugun men Toshkentga birdamas zakasimiz bor. O'shani tayyorlaymiz hozir. Xudo xolasa o'shani chiqarsak, dushanba kuni sal hali bozorlar to'xtar ekan, tortim sal pastroq bo'lar ekan. Kattalik yaxshi. Hosillar ancha ko'p lekin mana. Bu o'rma 42 sotikdan ko'rinyapti mana. 42 sotikdan 115 millionlikcha sotdik, 115 million oshiq bilan sotdik. Hozir mana endi hosillar bor. Xudo xolasa shu 2 tonnacha hosil chiqsa kerak. Yana Xudo berib nasib qilsa. Lekin yomon emas, yaxshi ekan, anchagina yaxshi ekan. Sorti alba, yangi nima qilganlarga alba sortlik
O'sha Italyan albas navli qulupmoyi. Hosildorligi o'ta go'zal. Shu hosillarni gapi svoti bilan bo'lib mana irib qo'yganman. Ko'ryapsizlarmi mana? Mega suv bilan emas, o'sha asosan dimlanishda mana mashina mana hosil ko'rinmaydi sizlarga mana, ha? Lekin mashina shunday ko'tarilsa mana ko'ryapsizlarmi? Mana yerda 1 kilo atrofida hosil bor kelsa turibdi. Tashdi. Faqat mana pushtiroq, qizarmagan, tagi chirigan mana. Buni pishmagan deb termay o'tib ketaveradi. Lekin asli bu pishib bo'lgan, salqinlik hisobiga. Pishishini kutganimiz sari turgan joyda irib, chirib qolar ekan bu. Mana oftob joydagilar mana qon qizil bo'lib, mana bunaqa bo'ladi mana. Chekkadagilar.